Sohibqiron Amir Temurning tutingan o'g'li bo'lganligidan xabaringiz bormi? Gap shundaki, Amir Temur janglardagi g'alabaga hissa qo'shgan sarkardalarni qo'llab kelganligi aytiladi. Sohibqiron alohida mehr qo'ygan sarkardalardan biri Amir Shayx Nuriddin bo'lgan. Jaloir qavmining nufuzli vakili Saribug'abekning oilasida tavallud topgan Nuriddinni Amir Temurning o'zi tarbiyalab voyaga yetkazgan. Uning ilm-fan, shariat, ayniqsa harbiy san'atdan yuqori saviyada xabardorligini hisobga olib, Temur uni suyukli nabirasi Ibrohim Sulton ibn Shohrux Mirzoning ustozi va murabbiyi etib belgilagan. Shayx Nuriddin Temurning Oltin O'rdaxoni To'xtamishxon bilan urushlari, Eron, Hindiston, Yaqin Sharq hududlariga qilingan yurishlarda alohida jasorat namoyish qilgan. Temuriylar davrining mashhur tarixchisi Sharafuddin Ali Yazdiyning yozishicha, 1402-yil Anqara jangida Boyazid Yildirim mag'lub etilgach, Shayx Nuriddin turk sultonlari poytaxti Bursani ishg'ol qilishga yuborilgan. U Bursa shahriga kirib, Boyazid Yildirimning oltin va javohirga to'la xazinasini qo'lga kiritgan va Sohibqironga yuborgan. Lekin Temuriylar o'rtasida taxt uchun boshlangan kurash Sohibqiron ishonchini qozongan atoqli sarkardalar o'rtasiga ham nizo solgan. Xususan Amir Shohmalik va Shayx Nuriddin orasidagi murosasiz qarama-qarshilikning birida 1411-yil Shayx Nuriddin halok bo'lgan.